Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Yekaterinburgdagi sabzavot bazasida RED 16 migrant deport qilinadi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Yekaterinburgdagi 4-sonli sabzavot bazasida politsiya, FSB va Rosgvardiya va OMO xodimlarining hamkorligida reyd bo'lib o'tdi. Kuch tuzilmalari 397 nafar chet el fuqarosining hujjatlarini tekshirdi. 16 kishida Rossiyada bo'lish qoidalarining buzilishi aniqlandi. Bu chet elliklarning barchasi 5 yilga kirish taqiqi bilan mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Bunday tekshiruvlar endilikda Yekaterinburg va viloyatning barcha tumanlarida muntazam ravishda o'tkaziladi. Mintaqaviy ichki ishlar matbuot xizmati rahbari Valeriy Gorolix 2026-yil boshidan buyon jami 2184 nafar noqonuniy migrant vataniga qaytarib yuborilganini ma'lum qildi. Ushbu vaqt ichida 5971 kishi ma'muriy javobgarlikka tortildi. Bundan tashqari chet ellik ishchi kuchidan noqonuniy foydalanganlik uchun 618 ish beruvchi jazolandi. 3% komissiya joriy etilishi mumkin. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiya Davlat dumasiga migrantlarning har bir xalqaro bank o'tkazmasi uchun 3% miqdorda yig'im undirishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi kiritildi. Bu haqda Sergey Mironov ma'lum qildi. Uning aytishicha, migrantlarning aksariyati Rossiyada soliq to'lamaydi, biroq mamlakatdan katta mablag'larni chiqarib, Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyotiga yo'naltirmoqda. Rossiya byudjeti bu pul oqimida hech qanday daromad olmayapti. Na soliq, na yig'im. Barcha foydani pul o'tkazmalari uchun komissiya oladigan to'lov tizimlari va banklar ko'rmoqda. Bu kabi xayriyaga chek qo'yish vaqti keldi, degan Mironov. Deputatning ta'kidlashicha, transchegaraviy pul o'tkazmalarining asosiy qismi migrantlar hissasiga to'g'ri keladi. Statistikaga ko'ra, o'tgan yili Qirg'izistonga rekord darajada 3,2 milliard dollar o'tkazilgan. O'zbekistonga yuborilgan mablag'lar hajmi esa 2025-yil yakunlari bo'yicha 15 milliard dollarga yetgan. Qonun tashabbuskorlari har bir xalqaro pul o'tkazmasi summasining 3% gacha bo'lgan majburiy yig'im joriy etishni taklif qilmoqda. Mironovning hisob-kitoblariga ko'ra, mazkur qonun qabul qilinsa, Rossiya byudjeti har yili qo'shimcha ravishda 45 milliard rubldan ortiq mablag'ni olishi mumkin. Avvalroq Rossiya Davlat dumasida migrantlar uchun til imtihonini topshirish qoidalarini yanada qat'iylashtirish taklifi ham ilgari surilgan edi. Yalta sudi 4 nafar O'zbekiston fuqarosini Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarini obro'sizlantirganlik uchun jarimaga tortdi. Ish uchun kelgan 4 Qrimdagi Arktik bolalar lageri hududida Rossiyaning maxsus harbiy operatsiyasini ochiqchasiga tanqid qilgan. Shuningdek, ular rossiyalik harbiy xizmatchilarning halok bo'lgani munosabati bilan xursandchilik bildirib, Qrimning Ukraina qurolli kuchlari tomonidan egallab olinishini aytgan. Ularning fikrlari yuzasidan ma'muriy ish qo'zg'atildi. Sud barcha 4 migrantni Rossiya armiyasini obro'sizlantirishga urinishda aybdor deb topdi. Har bir qoidabuzarga 35 ming rubl miqdorida jarima belgilandi. Qoidabuzarlar o'z ayblarini to'liq tan oldi. Kunduzgi ta'lim shaklida tahsil olayotgan talabalar hamda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan kelgan talabalar ishlash uchun patent rasmiylashtirishlari shart emas, deya ma'lum qildi Rossiya Federatsiyasi migratsiya xizmati. Sirtqi ta'limda o'qiyotganlar, shuningdek turli ta'lim dasturlari va kurslar tinglovchilari esa ishlash uchun patent olishlari shart. Federal xizmatga ko'ra, mazkur talablarni buzish jarima yoki mamlakatdan deportatsiya qilinishiga sabab bo'lishi mumkin. Moskva markazidagi qurilish maydonchasida qurilish lifti qulab tushdi. Natijada 2 kishi jarohat oldi. Hodisa Basmanniy tumanida joylashgan turar-joy majmuasi qurilish maydonchasida sodir bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ikkala jabrlanuvchi ham jarohat olgan va og'ir ahvolda. Jarohatlanganlarning ismlari, yoshi va millati hali e'lon qilinmagan. Faqat ular qurilish ishchilari bo'lganligi ma'lum. Hodisa holatlari tekshirilmoqda. Sankt-Peterburg qurilishlaridan birida o'tkazilgan reydda qo'rqqan migrantlar qurilayotgan binoning lift shaxtalariga yashirinishgan.
Ular tekshiruvlarning ko'zga ko'rinmaslik uchun qorong'u joylarda devorlardagi armaturlarga osilib turgani aytilmoqda. Biroq baxtga qarshi politsiyachilar o'zlari bilan fonar olib kelgani berkinganlarga pand berdi. Tekshirilgan 63 migrantdan 15 nafarda patent yo'qligi aniqlandi. Ular hibsga olindi va ayblov qo'yildi. Ish beruvchi har bir noqonuniy muhojir uchun 800 ming rublgacha jarima yoki 90 kunlik ishdan